10 ming so'm evaziga 1 soatda 400 so'mdan suv tashab beradigan mana shunday kunda nasoslarimizni olib kelib qo'yganmiz. Hozir terilgan, tayyor holatda yig'ib qo'yganmiz akalar. Xo'p akalar, bunimiz 11-15 motorimiz bo'ladi, hamda 2 litalik kundamiz bo'ladi akalar. Xo'p akalar, buni komplekt holati, narxlari video oxirigacha aytib o'tib ketaman. Komplekt holatda nimalar kiradi? Xo'p akalar, 11-15 motorimiz bo'ladi, starterli variantlari hamda 2 litalik kundamiz. Remedlari tayida mana bunaqangi ramalar o'zimiz yasatib qo'yganmiz, qalin baquvvatda. Xohlasalar akalar, mana bunaqangi chamadonlari hamda klapanlari qo'shib berilyapti akalar. Xo'p akalar, bularda bundan tashqari so'ruvchi chiqaruvchilar o'zimizda bor akalar, отдельно sotuvlar ham bor. Xo'p, chiqaruvchi shilanglar, pajan shilanglar bo'ladi. Xohlasalar ko'k shilanglar qilib beramiz, ya'ni brezent materialidan tayyorlangan shilanglar. Bundan tashqari so'ruvchi shilanga akalar, mana bu yerda mana qora shilang ko'ryapsizlar. Juda ham qalin baquvvat shilang bo'ladi. Xo'p akalar, buni narxiga keladigan bo'lsa akalar, atiga $700 qilib beramiz. Obunachilarimizga kam ketiga bor. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Manzilimiz Qo'qon bozori. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar.